afsuslanasiz yoki afsuslanmaysiz. Onlayn do'kondan vinil sotib olish. Umuman bo'lmagan narsa, afsuslanasiz. Bu oddiy plastmassadan qilingan bo'lib, tishingiz va milkingizni travma qiladi. Uning o'rniga haqiqiy vinil qildirish kerak. U inson tanasiga zararsiz, eng asosiysi u go'zal va juda chiroyli ko'rinadi. Syomniy protez qo'ydirish. 100% afsuslanasiz. Bu eski usul hisoblanadi. Protez har doim milkingizni travma qilib keladi. Bu chaynov funksiyasini to'liq tiklamaydi. Uning o'rniga hozirgi zamonaviy usul implantatsiya usulini taklif qilardim. Bu All-in-4 yoki All-in-6 metodi yordamida to'liq chaynov funksiyasini tiklab beradi va estetik jihatdan juda tabiiy ko'rinadi. Tilla va metal koronkalar. Bu ham eskirgan usul, inson tanasiga zararli hisoblanadi. Qolaversa, bu estetikaga javob bermaydi va milklaringiz atrofida ham bu ham travma beradi. Uning o'rniga hozir zamonaviy, allergiya chaqirmaydigan, estetikaga juda kuchli javob beradigan sirkoniy koronkalar mavjud. Ular shaffof va juda go'zal ko'rinadi. Implant qo'ydirish. Afsuslanmaysiz, bu hozirgi zamon talabi. Butun dunyoda hozir implantatsiya birinchi o'rinda hisoblanadi. Sizni implantatsiyadan keyin chaynov funksiyangiz 100% ga tiklanadi. Sifatli stomatologiya xizmatlarini yo'qotib qo'ymasligingiz uchun menga obuna bo'lishni unutmang.